Assalomu alaykum. Vohamiz ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy hayotiga oid muhim xabarlar tafsiloti bilan efirda kunduzgi yangiliklar informatsion dasturi. Studiyada Jumanazar Komilov. Aholi bandligini ta'minlash bugungi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa ishlab chiqarish sohasida yangi tadbirkorlik subyektlarining tashkil qilinishi, yangi ish o'rinlari yaratilishi va fuqarolarning iqtisodiy imkoniyatlari oshishiga xizmat bo'lmoqda. Shovot tumanidagi Idali Qala mahallasi misolida fikrlarimiz davom etadi. Idali Qala mahallasida 509 ta xonadonda 3050 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahalla drayveri asosan chorvachilik va dehqonchilikka ixtisoslashgan, lekin shunga qaramasdan oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yayotganlar ham anchagina. Javohir Otanazarov bundan bir necha yil oldin mebel ishlab chiqarishda tajriba orttirgach, o'zining shaxsiy tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish rejasi bo'lgan. Pirovardida xonadonida ishlab chiqarish sexi tashkil qilib, o'z oilaviy korxonasiga asos soldi. Bugungi kunda mazkur sexda 12 nafar doimiy ishchining bandligi ta'minlangan. Mahalla fuqarolarini mavsumiy ish bilan ta'minlash ham yo'lga qo'yildi. Bu yerda 15 dan ortiq mebel turlari ishlab chiqarilib, viloyatimiz bo'ylab va respublikamizning turli hududlariga yetkazib berish ishlari davom etyapti. Idali Qala mahallasida aholi bandligini ta'minlashda boshqa tarmoqlarda ham bir qancha natijalarga erishilgan. Mahallamizda 34 ta issiqxona bo'lib, shu issiqxonalarning har birida ko'chatlar ekilib, mana bozorlarda sotib o'zining imkoniyatini tiklamoqdalar. Fuqarolarimiz ham o'zi uyda masalan asalarichilik, dehqonchilik, chorvachilik bilan shug'ullanib, o'zlarining imkoniyatini yaxshi ko'tarib olmoqdalar. Bundan tashqari oziq-ovqat rastalarimiz bor, 6 ta ishlab chiqarish yakka tadbirkor korxonalari bor, oilaviy korxonalar bor. Bu faqat har bir odamning o'ziga bog'liq. Har kim o'zining yeridan masalan unumli foydalansa, 1 2 3 marta hosil olib turganlar bor. Masalan shu unumli foydalansa, u boqimandchilik degan narsa, kambag'alchilik degan narsa hech qachon bo'lmaydi. Yurtimizda yirik ishlab chiqarish korxonalari qatorida kichik tadbirkorlik subyektlarining tashkil qilinayotgani ishlab chiqarish sohasiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Bunda nafaqat ichki bozordagi narx sifati yaxshilanishi, balki bo'sh ish o'rinlari soni ortishiga ham erishiladi.